uyingizga birdaniga mehmonlar kelib qolib, shoshib qolib, shibenda yaxshilashib turib, o'tiringlar. Hozir oshni olib kelaman. Hattoki tepalarga chiqib, mana bunday stullarda o'tirishlar davri o'tdi. Yerga mehmon kelganda o'tirgizormanglar. Sizlarga suv tekin narxda ratan stulsizlar topib qo'ydim. Qaranglar, eng birinchi o'rin suvni sepib beraman. Mana, sepsak hech narsa qilmaydi. Mabodo issiq suv to'kib olsangiz, hech narsa qilmaydi ham bo'ladi. Narxlari bor, butunlay suv tekin ekan. Dekov fasonimizdagi 6 taligini 2.3 mingga berib yurar ekan, 8 taligini 3.300 ga berib yurar ekan. Dekov komfortimiz 3.5 million so'mga 6 taligini berar ekan, 8 taligini 4.5 million so'mga berar ekan. Izabella nima deyapti? Izabella eng zo'ridan bo'ladi. 5.5 millionga 6 taligi, 8 taligini 7.5 millionga berar ekan. 2 million farq qilar ekan. Bundan tashqari kajilarlarda shunaqa arzon joy topib qo'ydim. Qaranglar, 250 kilogacha yuk ko'tarar ekan mana. 250 kilogacha ko'taradi. Narxi 1 million 800 mingga berib yuborlar ekan. Aytilgan narxlar Samarqandgacha amal qiladi. Samarqandgacha dastlabkasi mutlaqo tekin ekan. Ekran ostida nomerlar bo'ladi, bemalol kelaverasiz. Bulardan tashqari 4 taliklarni ham olsalar ham bo'ladi. Ular butunlay suv tekin narxda ekan. Ekran pastida telefon nomerlari bo'ladi, aloqaga chiqaverasizlar.